Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hurmatli qarindoshlar, Alloh taolaning xohishi bilan darsimizni davomlashtiramiz. Bugun biz ta harfiga berilgan misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Birinchi so'zga qaraymiz. Birinchi so'zda bizda berilgan mim harfi va uning ustida fatha yozilgan. Demak, u ma bo'lib o'qildi. Va uningga ta harfi qo'shilgan va uning ustida sukun turdi. Demak, ta harfining o'zini o'qiymiz. Bu ikkisini qo'shib o'qisak, mat bo'ldi. Ikkinchi mim harfi berilgan va uning ostida kasra yozilgan. Demak, bu mi bo'lib o'qildi. Va uningga ta harfi qo'shilgan, bu sukun bilan turdi. Demak, ta harfining o'zini o'qiymiz. Qo'shib o'qisak, mit bo'ldi. Uchinchi mim harfi uning ustiga damma qo'yilgan. Demak, bu mu bo'lib o'qildi. Va uningga ta harfi qo'shilgan, uning ustida sukun yozilgan. Demak, bu t bo'ldi. Qo'shib o'qiganda mut bo'ldi. Mat, mit, mut. Keyingi misolimiz ta harfi va uning ustiga fatha yozilgan. Bu ikkisini qo'shib o'qisak, ta bo'ldi. Va uningga mim harfi qo'shilib, uning ustiga fatha yozilgan. Qo'shib o'qiganda ma bo'ldi. Va ro harfi ustida sukun. Demak, ro harfining o'zini o'qiymiz. Hammasini qo'shib o'qisak, tamar bo'ldi. Tamar. Keyingi so'zimiz birinchi ta harfi berilgan, ta harfining ustiga fatha yozilgan. Demak, u ta bo'ldi. Va ro harfining ostiga kasra yozilgan. Demak, u ri bo'ldi. Va ro harfi ustida sukun yozilgan. Ro harfining o'zini o'qiymiz. Qo'shib o'qisak, tarir bo'ldi. Keyingi so'zimiz zay harfining ustiga damma yozilgan, zu bo'ldi. Ro harfining ustiga sukun yozilgan, roning o'zini yozamiz va ta harfining ustiga fatha yozilgan, u ta bo'lib o'qildi. Hammasini qo'shib o'qiganda zur ta bo'ldi. Keyingi misolimiz alif yozilgan. Bu belgini biz hamza deb ataymiz. Hamza to'g'risida keyingi darsda yana aytib o'tilgan bo'lamiz. Bu alif va ustiga fatha yozilgan. Demak, buni biz a deb o'qiymiz. Va mim harfi ustiga fatha yozilgan. Ma bo'ldi. Ro harfining ustiga sukun yozilgan. Demak, ro harfi o'zi yozildi va ta harfi ostiga kasra yozilgan. Uni biz ti deb o'qiymiz. Hammasini qo'shib o'qiganda amarti bo'ldi. Amarti. Keyingi so'zimiz mim harfining ustiga fatha yozilgan, qo'shib o'qiganda ma bo'ldi. Ro harfining ustiga fatha yozilgan, qo'shib o'qiganda ro bo'ldi. Va ro harfining ustiga sukun yozilgan, ro harfining o'zini o'qiymiz va ta harfi uning ustiga damma yozilgan. Uni biz o'qiganda tu bo'ldi. Mashullarning hammasini qo'shib o'qiganda ma ror tu bo'ldi. Keyingi so'z alif harfining ustiga damma yozilgan, demak, u bo'ldi. Va mim harfi uning bilan ostiga kasra yozilgan. Mi bo'ldi. Ro harfining ustiga sukun yozilgan. Ro bo'ldi va ta harfining ustiga damma yozilgan. Tu bo'ldi. Hammasini qo'shib o'qiganda umir tu bo'ldi. Keyingi alif harfining ustiga fatha yozilgan a, mim harfining ustiga fatha yozilgan ma, ro harfining ustiga fatha yozilgan ro, ta harfi sukun bilan t, amarat bo'ldi. Keyingi misolimiz alif harfining ustiga fatha yozilgan a bo'ldi. Mim harfining ustiga fatha yozilgan ma bo'ldi. Ro harfining ustiga sukun qo'yilgan ro bo'ldi. Ta harfining ustiga damma yozilgan tu bo'ldi. Va mim harfining ustiga sukun qo'yilgan mimning o'zini yozamiz. Qo'shib o'qisak, amartum bo'lib o'qildi. Amartum. Keyingi misolimiz alifning ustiga damma yozilgan u, mim harfining ostiga kasra yozilgan mi, ro harfining ustiga sukun yozilgan
ro. Ta harfining ustiga damma yozilgan tu va mim harfining ustiga sukun yozilgan m bo'ldi. Hammasini qo'shib o'qiganda u mir tum bo'ldi. Umirtum. Keyingi misolimiz mim harfining ustiga fatha yozilgan ma, ro harfining ustiga fatha yozilgan ro. Ro harfining o'zi sukundan turdi. Ta harfining ustiga damma yozilgan u tu bo'ldi va mim harfi sukundan turdi. Mimning o'zini o'qiymiz. Hammasini qo'shib o'qsak ma ror tum bo'ldi. Ma ror tum. Keyingi misolimiz mim harfining ustiga damma yozilgan mu bo'ldi. Ro harfining ostiga kasra yozilgan ri bo'ldi. Ro harfining ustiga sukun yozilgan ro bo'ldi. Ta harfining ustiga damma yozilgan tu bo'ldi va mim harfining ustiga sukun yozilgan mim harfining o'zini yozib qo'yamiz. Shu chaqda murir tum bo'ldi. Endi mashlarning hammasini 5dan bir o'qib chiqaylik. Mat, mit, mut, tamar, tarir, zurta, amarti, marartu, umirtu, amarat, amartum, umirtum, marartum, murirtum. Mana bilan bugungi darsimiz oyoqlashdi. Alloh taolo xolsa, keyingi darsimizda boshqa misollarni qarashtiradigan bo'lamiz. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin.